بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع 7. ders. Misal arkadaşlar bugün öğrenmekçi olan 7. dersimizdeki asaslık grammatiklik noktalar körüstüş almaçları. Yani biz ilgili derslerde bu doğruluk azırak körüstü bir işaret qilib ketgan bo'lsaqmi tafsiri to'xtalmagan. Bugungi darsda bizning maxsus qiladigan mashqimiz dal shu ko'rsatish almashlar bo'ladi. Men burungi darslarimizda deb o'tgandek arab tilidagi har qanday bir so'z, mayli sifat bo'lsin, mayli ism bo'lsin, mayli fe'l bo'lsin, erlik va ayollik deb muomala qilindi, ayrilib muomala qilindi degan edim. Shuningga o'xshashla ko'rsatish almashlarimi erlik, ayollik deb ayrim muomala qilingandan boshqa yaqin va yiroq debmi ikkiga bo'linadi. Masalan, yaqinni ko'rsatish almashlari, yiroqni ko'rsatish almashlari xuddi bu yaqin shundaymi? Avo yiroq degandek, ha? Endi arab tilidagi ko'rsatish almashlari yaqinni ko'rsatish almashlari tuandagidek 3 xil tushunsak bo'ladi hozircha. Erlik yaqinlikni ko'rsatdigini hada. Ayollik yaqinni ko'rsatdigini hazihi. Erlik yiroqni ko'rsatdigini zalika. Ayollik yiroqni ko'rsatdigini tilka. Ayolga o'rtaq holda ko'plik uchun keladigan yaqinni ko'rsatdigini haulai. Ya'ni ma'nosi bular. Ayolga o'rtaq holda ko'plik yiroqni ko'rsatdigini ulaika. Biz Qur'on o'qigan vaqtimizda bu so'zlarni jab uchratamiz, ha? Esingda bo'lsin. Haza bu, ya'ni erlik, birlik, yaqinni ko'rsatadi. Hazihi bu, ayollik, birlik, yaqinni ko'rsatadi. Zalika avu, erlik, birlik, yiroqni ko'rsatadi. Tilka avu, ayollik, birlik, yiroqni ko'rsatadi. Haulai erlik ayollikqa o'rtaq, yaqinni ko'rsatsa, bular ulaika ayollik o'rtaq, yiroqni ko'rsatadi, uning ma'nosi avlar. Bu mazmun tushungan bo'lsak, avval darsimizdagi yangi so'zlarni o'rganib olaylik, ha? Yangi so'zlarga qaraylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Avval men bir qitim o'qib tarjima qilib beray, ha? Al-mumarridatu, al-hadiqatu, البطة المؤذن الناقة البيضة. Bu o'rindagi ismlarning hammaga alif lam kirgachga oxirisini qo'shib qo'ymaymiz, ha? Al-mumarriza sistra, ya'ni ayolga ishlatiladi. Al-hadiqa bog'cha, bog'. Al-batta o'dak. Al-muazzin muazzin. An-naqa tuga. Al-bayda tuxum. Yani savoqdoshlar, darsni boshlashdan ilgari yangi so'zliklarni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin dialog kelsak bo'ladi, ha? Avval men sizlarga dialogni o'qib tarjima qilib beray. Ad-darsu as-sabi'u. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. ومن تلك؟ تلك فاطمة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه طويلة وتلك قصيرة. من هذا؟ هذا حامد. ومن ذلك؟ ذلك علي. أتلك دجاجة؟ لا، تلك بطة. ما تلك؟ تلك بيضة. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. أساعة عباس هذه؟ لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة عباس. ذلك ديك وتلك دجاجة. هذا ترجمة بريسة وقتاشلا مشو tarjimani tushunishda imkon qadar qishidagi suratlarning yordamiga qarab turib, suratlarning ifodalagan mazmuniga qarab turib, har xil
tasavvur qilish orqali o'zimizni tarjima qilishga urinib baqsaq bo'ladi, ha? Bu darsimizda sizlarning diqqat qiladigan nuqtanglar shu oldingi darsda ozroq deb o'tib ketgan ayollik keyinda ta bo'lgan yoki ayollik sharafdan ortiq bo'lgan ismlarning g'ayri munsirif bo'lishi, ayolning xos ismlarininki g'ayri munsirif bo'lishi. Ammo erlarninki ismlari oxirida ta kamisa munsirif bo'lishi. G'ayri munsirif ismlarga qo'sh harakat kirmaydi, undan keyin zaro qildigan o'rinlarda zaro qiladi. Bu bir. Bundan boshqa mudof va mudof ilaylik birikmalar. Shu nuqtalarga diqqat qilish bilan birga bugungi darsimizdagi nuqtaliq bo'lgan yaqin yiroqni ko'rsatish, erlik ayollik ishoratlarga diqqat qilsak bo'ladi, ko'rsatish almashlariga. Man hadihi, bu kim? Hadihi Amina, bu Amina. O'xshashlar hadihi ayollik birlik yaqinni ko'rsatadi. Va man tilka, au kim? Tilka Fatimatu, au Fatima. Mana shu o'rindagi sizlar diqqat qilgan bir nuqta va man tilkadagi va shuni uğulagan ikkinchi jumlaning birinchi jumlaga uğulanganligini ifodalanadi. Unda o'ganda Uyg'ur tarjimasida avuchu kimu deb o'shaga chu deydigan bir xil qo'shimchani qo'shib olsak, jonliqan ifodalanadi. Hadihi tabibatun va tilka mumarridatun. Bu doktor. Av bo'lsa sistra. O'xshashlar ayollik. Hadihi tilka ayollarga yaqinni ko'rsatish uchun hazihini yiroqni ko'rsatish uchun tilkani ishlatiladi. Hadihi minal Hind va tilka minal Yaban. Bu Hindistondan, av bo'lsa Yaponiyadan. Hadihi tawila va tilka qasira. Bu igiz. Av bo'lsa pakar. Man hada? Bu kim? Hada Hamid. Bu Hamid. Va man zalik? Avchu kim o? Zalika Aliyun. U Ali. Atilka dajajatun aw tuxumu? La, tilka battatun. Yo'q, avu o'rdak. O'dak. Ham burundagi yiroqni ko'rsatish, ayollik birlik ko'rsatish olmishi tilkini ishlatadi-da. Chunki dajaja, batta, keyin tavg'achqa ayollik ismlar deb qaraladi. Ma tilka? Aw nima? Tilka baydatun aw tuxum. Hazihi sayyaratul mudarrisi. Bu o'qituvchining mashinasi. Va tilka sayyaratul mudiri. Aw bo'lsa mudirning mashinasi. Asa'atu Abbasni hazihi? Bu Abbasning soatimi? La, hazihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bu Hamidning soati. Aw bo'lsa Abbasning soati. Zaka dikun va tilka dajaja. Aw xo'roz, aw bo'lsa tuxum. Mishmishada erlik va ayollik ismlarni farqlantirib zalika va tilka bilan ayiradi. Diqqat qilishingiz kerak. Tamarinu, ko'nikmalar. At-tamrinul awwal, birinchi ko'nikma. Iqra maktub. Bizni talab qildig'ini faqat o'qib, yezing deyapti. Biz uni qo'shib tarjimadan birga qilyapmiz. Yezish sizlarga omonat. Hamda men sizlarga o'qib beray va shuni munosabatlik bir qism grammatikalarni tushuntirib qo'yay. Hadihi madrasatun va tilka jami'atun. Adhalika masjidun? La, tilka madrasatun. Hadihi madrasatun va tilka talibatun. Ben dersizki kalmayı okutma, kayıt okut burayı. Hâzihi medresetun ve tilke camiatun. İkincisi. Zâlike himarun ve tilke bakaratun. Üçüncüsü. Ezâlike mescidun. La, tilke medresetun. Dördüncüsü. Hâzâ cemelun ve tilke nâqatun. Beşincisi. Hâzihi mudarrisetun ve tilke talibetun. Altıncısı. Hâzâ kelbun ve zâlike قط. Yedincisi. Hâzâ beytul muezzini ve tilke hadikatu taciri. Dikkat kıldığın noktalar şu derslep ta'kidlab o'tganimizdek erlik va ayollik ismlarga ishorat qilganimizda ko'risish almashlarni erlik ayollik shakllarini farqlantirib, birlik ko'plik shaklini farqlantirib ishlatish. Undan keyin muzof ilaylik birikmining ikkinchi muzof ilayninki zir o'qilishi, undan keyin muzofga aliflam kirmaslik nuqtalarga diqqat qilsak bo'ladi. At-tamrinu thani, ikkinchi ko'nikma ashir ilal kalimat al-atiya bi ismi isharatin lil ba'id, zalika tilka.
Tövendeki sözlerge yiroqni ko'rsatish uchun kelgan ko'rsatish olmoshlari bilan ishorat qiling. Ya'ni zalika va tilka bilan davotidir. Birinchisi albatta tilka bilan ishorat qilamiz. Tilka au apa. Ikkinchisi abun albatta bunga zalik bilan ishorat qilamiz, chunki erlik birlik. Zalika abun. Uchinchisi qalamun albatta qalamunga zalik bilan ishorat qilamiz. Zalika qalamun degan so'z. Qolganlarini burun o'rgangan mazmunlar bilan birlashtirib o'zingizlar ishlab baxsanglar bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi.